Zamonaviy kvartiralarni remontini tushunadigan odam bo'lsa, bu kvartira aniq yoqadi. Faqatgina mebel jihozlarini qo'yib, yashash qolgan xolos. Hozir biz zal qismida turibmiz. Ushbu xonadonimiz Elite Building Rudaki ko'chasida joylashgan. 4-qavatda 12 qavatli novostroykamiz. Bu balkondan vid, shunaqa chiroyli vidimiz shaharga qarab turadi. Xonadonimizda hamma remont ishlari, texnikalari qo'yib o'tilgan. Aytib o'tganimdek, faqatgina mebellarni didingizga qarab tanlash qolgan xolos. Главный vxod bu yoqda bizada bu tomonda, chiroyli prostorni koridorimizdan kirib kelishda eshigimizni oldi bilan liftimiz 4-qavatda bo'lganligi sababli 24 ga 7 ishlaydi. Bu yoqda esa xonadonimizni umumiy sanuzeli, qaranglar qanaqa kачественный remont qilib qo'yishibdi. Ta'mir mobaynida umuman xarajatni ayashmagan. Hozirda esa sotuvga srochni chiqarishimizga to'g'ri kelyapti. Bu bizada ota-onalar yotoq zonasi, shunaqa kattagina yotoqxona qilib qo'yishibdi. Hamma kerakli shkaf zonalari, makiyaj zonalari hammasi qo'yib o'tilgan. Bu tomonda esa bizani mana shunaqa prostorniy oshxonamiz, kattagina oynalari bilan mebellarni da patolka qilganlar umuman ayashmagan, hamma yaxshi smestitellarni qo'yib o'tishgan. Ushbu idealni ta'mirdan chiqqan xonadonimizni xonadon egalari hozirda 82500 AQSh dollariga sotishga qo'yishyapti. Bizlar bilan bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Yana savdolarimiz bor.